Wow, qishlog'imiz tepadan juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Menga juda ham yoqdi. Bunaqangi atmosferada qo'limda iPhone telefonim bo'lsa, rasmga olsam bo'lardi-yu. Lekin menda oddiy telefon iPhone yo'q. Mayli shunda bo'lsa ham bir ikkita rasmlar olay, Instagram sahifamga joylayman. Wow, juda ham chiroyli. Quyoshni chiqishi отдельный tema. Tak, mayli, nima bo'lsa ham bo'ldi. Endi pastga tushish kerak. Bachalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana eski Joha emas, yangi Joham. Bilmayman, Joha. Короче, o'zi bitta Joha bor, o'sha Joha ham menman. Короче, videoga like bosinglar, pastda obuna tugmasi turibdi, bitta bosinglar, ostda oltita kanal chiqadi, har biriga bosinglar va udar kontentlarni ko'rib boringlar. Zerikmaysizlar, короче, men zerikkanimdan ko'rasizlarmi, daraxt ustiga chiqib olganman qishloqni ko'rish uchun. Endi tushish problemaroq. No, qanaqa chiqqan bo'lsam o'sha aytib tushaman, o'shanaqa qilib, lekin qayerdan chiqdim? Mana shu yerdan chiqqandim hozir. Chiqqan joyimdan tusha olmayman. Qanday tushaman endi? Shu bitta sakrab Oy, oyog'im. Voy, mayli, yaxshi bo'lib ketadi. Tuzalsam yaxshi bo'lib ketaman, aniq bilaman. Yoki sog'aysam tuzalib ketaman, nimadir bo'ladi. Xullas, bunaqangi og'riqlar o'z erkak kishini pishiq qiladi, ya'ni kuchaytiradi, naborot. O'shaning uchun bunaqangi og'riqlarga chidash kerak. Sizlarga maslahatim shu. Mana shu yitellar umuman yo'qmaydi, to'g'risini aytsam. Har doim kelib shunday qarab o'tiradi, yaramaslar. Shunda ham bezbet bo'ladimi? O'shaning uchun hozir polni tez yo'qotmasam, bularni bunaqa qilishdan men qutula olmayman shekilli. Tak, bugun polsdagi hosillarni o'zim yig'ishtirib olaman, ya'ni soliq boliqga berish yo'q. Chunki o'tgan marta soliqlar bergan edim. Ana endi o'zim yig'ishtirib olaman. Tak, dahshat. Hosillar bugun normal, avval hammasini yig'ishtirib olay, keyin qaytarib ekib chiqsam ham bo'laveradi. Tak, okey, yaxshi. Menimcha hammasi yetarlicha olayapman. Qalay bo'lar ekan, tomosha qilib o'tirgandim. Qochib ketding, yaramas jitel. Shunaqa qilib bular qiynamasa, boshqa usulda qiynab bo'lmaydi, yaramaslar. Qarab o'tiradi-ki, o'zi qilmaydi shuni, ishlab harakat qilib o'zi qilsa bo'ladi-ku, lekin birovda kelib polisiya qarab o'tiradi. Hasad qiladimi yoki havas qiladimi, endi uni bilmadim. Lekin qarab o'tiradi kelib. Keyin so'rayman, nima qilib o'tiribsanlar? Beri qarab o'tiribsanlar, boshqalarning ishi yo'qmi desa, senga nima qarash pullimi yoki qaramayotgan qilib qo'yganmisan? Shuna qonuning bormi deydi menga kelib. Qonun bo'ladi. Meni hosilim bo'lgandan keyin men hosilimni rashk qilaman. Endi u rashk qilaman deganim g'alatiroq eshitildi-yu, lekin baribir-da qaranglar, bu вообще g'alati-da. Meni hosilimga kelib ko'zalaytirib o'tirishi menga yoqmaydi. Sizlarga yoqadimi misol uchun? Davlat kommentariy yozinglar-chi, yoqadimi, yoqmaydimi? Menga ko'ra umuman yoqmaydi. Endi qo'shnimni hosiliga qarab o'tiribman. Meni hosilim yo'q-ku, yig'ishtirib oldim-ku. Ha, nimaga yig'ishtirib olding? Zo'r, nima edi? Tabiatdagi zo'r chiroyli joy bo'lib turganda hosiling. Chiroyli manzara degan. Ha, shunaqa gapirishni sendan o'rganishim kerak hozir. Ha, to'g'ri. Mayli, qo'shnimni bolsini kuzatib o'tir hozircha. Senga mana shunaqa chiroyli joy yaratib berdim. Bugun adashmasam kompyuterxonada o'ynasammi, bilmadim. Yo o'ynayman, yo o'ynamayman. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, ko'p vaqtdan beri kompyuterxonaga kirmay qo'yding, tinchlikmi? Ha, tinchlik. To'g'risini aytsam, biroz zerikib qolyapman, lekin zerikkanmadim, ish chiqib qolyapti. Zerikkanman, o'zi kompyuter o'ynashim kerak, lekin ishlarni bajarishim to'g'ri kelyapti. Tushunarli. Mayli, unda zerikkan vaqting kelib tur. Meni ham nima deydi, kompyuterxonamni xo'latib qo'yma, kelib orada band qilib tur, kompyuterlar o'chib qolyapti. Yaqinda birdan o'chib qolishi ham mumkin. Keyin qaytib yonmay qolsa, umuman o'ynay olmay qolasan. Ha, to'g'ri. Mayli, bratan, vaqtim bo'lsa kelaman. Zerikkanimdan yoki bo'pti, sobiring, lekin kechasi svetlarni kunduz kun svetni o'chib qo'ysangiz to'kib ketmasdi. Rahmat, mayli bo'pti. Mayli, rahmat. Sizga tak. Voy, yaramas. Qaysi biring kartoshkani tashlading? Sanmi? Ha, men tashlavorman, qo'limdan tushib ketibdi, uzr. Olib qo'yda, uni yaramasmisan? Sen bir ko'chaga ham kartoshkani tashlaydimi? Shunday narsani-ya, uni yesang bo'ladi-ku undan ko'ra. Xo'sh, janob mer, menga nimadir ish buyurmasin, nima bo'lsa ham. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima kelding? Bu kun soliq to'lamaysan-ku, yoki ish buyurishimni bilib turib keldingmi? Ish buyurmoqchimisiz hali? Ha, ish tayyorsiga. Xullas, qishloqdagi hamma uylardagi eshiklarni almashtirib chiqish kerak, yangi turdagi eshiklarga. Mayli, almashtiraman. Eshiklar qayoqda? Sandiqda turibdi, kirib ol uyimni ichidan. Aha, xo'p. Tak, mayli, nima ham derdim, baribir bekorchiman, o'shaning uchun eshiklarni almashtirish kerak bo'lsa almashtiramiz. Bo'pti, janob mer, hozir almashtirib chiqaman. Xo'p, sifatli qil, ko'rib chiqaman keyin o'zim. Mayli, xo'p.
Tak, birinchi bo'lib o'zimni uyimdan boshlayman, chunki o'zimni uyimga shu eshikdan qo'yganman. Lekin bitta problema bor. Bu eshikni jitalar ochib yopa oladimikan? Ular faqat oddiy eshikni ochib yopishga o'rganishgan. Endi bir amallab ochib yopishadi. Bunga men javob bera olmayman, to'g'risi. Janob mer menga qo'y dedimi, qo'yaman. Ochib yopishi bilan ishim yo'q. Tak, xo'sh. Ana endi eshik yo'q, o'tib ketdimmi? G'alati-ku, mayli, nechio. Tak, mana shu yerdan boshlaymiz. 20 ta ekan eshik. Yetadimi, yetmaydimi? Hozir qo'yib bo'lgandan keyin bilamiz albatta. Tak, xo'sh. Okey. Mayli. Bular gap ochib yop olishiga qishloqlarni. Men bo'lsam ochib, mana eski uyga menimcha shart emas, chunki unga hech kim yashamaydi o'zi. Yashamaganligi uchun ham qo'ymaymiz. Qo'shib tur. Tak, bu yerdagi eshiklarni ham almashtiramiz. Jitellar kechirasan Jitel, men bilmagandim, uzr urvorman. Tak, mana bu eshikni qo'yaylik. Janob, eshikni almashtirish kerak edi, almashtiraveraman. Bemalol. Mer buyurdimi? Albatta. Biz jalba qilgandik merga oddiy eshiklar deb. Aha, mayli bo'pti, bratam. Tak, demak qishloqdagilarning o'zi hammasi jalba qilgan qishloq meriga, ya'ni bizning eshigimiz oddiy eshik, siz bizga zo'rroq eshik qo'yib bermayapsiz degan. Shundan keyin janob meram ilojsizlikdan bo'ldi, gap yo'q qurib beraman degan. Sen o'zing bilan o'zing gaplashyapsanmi? Yo'q, obunachilarim bilan. Ha, obunachilaring bor aytgancha. Hello, jo'xori obunachilari, всем привет. Mana eski salomlash usullarini yodlab olganmisan? Ha, hozir qanday salomlashyapsan? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa deb salomlashyapman. Zo'r ekan, buni ham yodlab olaman tez orada. Mayli, yodlab olaver. Tak, ana endi mana bu do'konni ham eshigini almashtirish kerakmikan? Bratan do'stdan so'rash kerak. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Xullas, menga janob mer bitta ish buyurgan, ya'ni eshiklarni almashtirib chiq dedi. Biz ham svetingizni kun yoqib qo'yibsiz. O'shanga almashtirib chiqayotgandim. Siz ham eshigingizni almashtirsam qarshi emasmisiz? Yo'q, bemalol almashtiraver. Aha, mayli. Tak, janob mer buyurgandan keyin hech kim qarshilik qila olmaydi, chunki merning buyrug'i bu ulkan katta buyruq. Tak, bu yerda bitta qoldi. Hammasini tez-tez almashtirib tashlamasam juda ko'p vaqtim ketar ekan. Bu yerdagilarni mana bitta qolibdi, bittasida eshik yo'q ekan ham. Tak, judayam to'g'risini aytsam qiyin ish, chunki juda ko'p vaqtim ketyapti. Vaqt ketmasligi kerak, iloji boricha bu yerda bitta kuznechsa qoldi. Mana shuni ham eshigini sozlasak normal bo'ladi. Tak, okey. Eshikni olamiz va qaytarib yopamiz. Chotki. Ana endi bu tomondan boshlab kelamiz. Yana bitta, ikkita, uchta uy va bitta mana bunaqangi tepadagidek bino qoldi. Tak, mana shunaqa uylarni tak tezroq almashtirish kerak eshiklarni. Tak, eshikni olamiz. Stop. What the? Bu yerda nima bunaqa bo'lgan, tushunmadim. Jitel chiqib kelyaptimi? Bu yerda qanaqadir. Olmos. Hoy Jitel, nima qilyapsan? Bu olmoslar qayerdan keldi? Senga nima, bu olmoslar meniki. Menga ham ber, bo'lmasa merga aytib beraman. Yo'q, men hech kimga berilmaydi. Tushundingmi? Berilmaydi bu hech kimga. Tak, hozir yashirib qo'yaydi. To'xtab tur. Berilmaydi deyapman. Bor, yo'qol bu yerdan, yo'qolib ket. Ber, voy. Tushib ketdim. Oyog'im, boshim. Yo'q, nima bo'ldi? Tushib ketibdi. Voy, nima bo'ldi? Qonmi? To'xtanglar, nima bo'ldi bunga? Bosh yetmay turgandi. Menga nima qilsa bor, o'zi tushib ketdi-ku. Voy, tirikmisan, hoy? Hoy, menga qara, tirikmisan? Nafas olyapti shekilli. Ha, nafas olyapti. O'ziga kelgandan keyin qaytib chiqadi. Men unutib yuborsam kerak, chunki boshi bilan tushganki, xotirasini yo'qotsa kerak. Lekin men mana pullarni olib ketaman-da, borib janob merga aytaman. Bu shunaqa pullarni yashirib yurgan ekan. Uyini taydan topib olibdi deyman. Keyin nimadir bo'ladi, короче. Xullas, bu o'g'irlik qilayotganim yo'q, borib janob merga beraman. Turganda eshik yangi bo'lib qoladi. Demak, toshni xotiramni yo'qotibman ekan deydi. Xo'sh, nimadir bo'ladi, короче. Ana endi o'zini tutib yana qaytarib o'zini qo'yib qo'yibdi. Farosatni qaranglar, go'zalligini. Tak, okey. Bu yerda mana bu uyda eshik bor ekan, ochib qo'ygan ekan. Kimdir ochib qo'ygan, bilmadim. Endi egasi ochib qo'yadimi yoki boshqa kishi ochib qo'yadimi, bilmadim. Bunisini o'zi, короче, bilsin, nima bo'lsa bo'lsin. Hamma o'zini bilsin deydi-ku. Bilsin. Hamma o'zini bilsin. Bu Jitel ham uyidan, bu Jitel просто o'zi bilan o'zi xayol surib o'tiribdi. Bu Jitel o'zi aqli yetmasa ham kerak. Unaqangi mana bu yerdagi uylarni hali yangilamaganmidim. Hali shuncha uy bor, buni qaranglar. Hozir merga olib borib mana olmoslarni berishim kerak. Janob mer olmos topib oldim. Qarang buni, mana shunaqa bo'ldi vaziyat. O'zi yiqilib tushdi, men aybdor emasman deyman. Tak, men bu yerda bitta uy qotda tashmasam, tak, menimcha hamma uylarni qilib bo'ldim. Bu tomondagi uylar ham qolmadi. Janob mer uyni eshigi o'zi shunaqa eshik. Tak, mana buni almashtirgandim. Menimcha hammasi yaxshi bo'ldi. Tak, endi
merga ham berishib ber eshiklarni. Janob mer, men ishlarni tugatdim. Ha, yaxshi, bo'ldi, joyiga qo'yib qo'y. Lekin bitta problema bo'lib qoldi. Qanaqa problema? Bitta chet elda eshikni almashtirishga borgandim. Qarasam, uyning ichidan shaxta qazgan ekan. Keyin bitta sandiqda 9 ta nima turgan ekan, olmos. Keyin menga ham ber bo'lmasa qishloq meriya aytib beraman degandim. Yo'q, bermayman dedi-da, oyog'i tayrilib o'sha shaxtaning ichiga tushib ketdi. Keyin boshi yorildi. Keyin o'sha yoqqa yotibdi hozir ham. Nimaga unaqa bo'ldi? Chidamasa nimaga uni surib yording? Yo'q, surib yorganim yo'q, o'zi tushib ketibdi o'rinib. Ha, undaga mayli. Karoshdagi hozir pullarni meni saltanatga joyla. Eshiklarni ham o'sha joyga solib qo'ydi. Borib buni doktorga aytgan, tez, tushundingmi? Olmoslar qaytarib berilmaydi ekan, lekin baribir uni tiriltirib olishimiz kerak. Tentak o'lgani yo'q, hali tirik turibdi, prosta hushini yo'qotgan. Ha, baribir o'sha hushiga keltirishimiz kerak. Davay, bo'l, kirish ishga. Xo'p. Lekin men to'g'risini aytsam qiyin kelmayapti-ku, lekin iloj yo'q. Mayli, hozir olmoslarni qo'yib qo'yay bu yerga. 9 ta o'zi ham yo'q, 10 takmi yo 9 ta ekan. Janob mer, karochdak. Lekin uni davolanishga pulni qayerdan olamiz? Mana shu 9 tak olmosni ishlatib olamiz. Borib tezroq olib chiqib, bolnitsaxonaga olib bor. Mayli, hozir olib boraman. Olib borishga kirganda shu bitta ishim ko'paygani qoldi. Qayerda edi? Qaysi uyda edi? Ha, mana bu tomondagi oxirgi uydamidi? Shunaqa edi, adashmasam. Ha, mana shu tomonda edi. Lekin hozir shuni boraman, ko'taramanda olib borib bolnitsaxonaga davolataman buni. Qanday ko'taraman? 700 kilo ekan, 300-400 eshik ochib qo'yay, ko'targan vaqtim qo'lim zayd bo'ladi-ku. Deb buni yochini qaranglar. Obbo. Qanday ko'taraman sani, ha? 700 kilosan. Men qayerdaman? Tur yalamas, o'zingga keldingmi nihoyat? Ha, o'zimga keldim.